Assalomu alaykum. Andijon yo'l kanali obunachilari, ko'rishinglar mumkin, ikkita 1.60 lik ikki xil rangda krasheniya variant. Bittasi gold sveti, bittasi siniy ko'k svetidan. Ikkalasi ham bir xilda, razmerlari bir xilda. 1.60 ga 210 lik, bu ham 1.60 ga 210 lik. Tagida ikkitadan tortmalari bor va o'rtada ikkita oyna tushgan. Bunda ham shunday holatda. Goldni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Goldni ishni ochganimizda bir tarafida polka ham vishilkali qilingan. Endi ikkinchi tarafini ochadigan bo'lsak, ikkinchi tarafi polkali qilingan. Va osha-moshlari vakuumli qilingan. O'z tortib oladi va taglarda ham ikkita tortmalari bor. Bu gold svetimizniki. Xo'p, siniyimizniki ko'rishinglar mumkin. O'rtada ikkita oyna tushgan, cheklari farsetning qilingan. Bir tarafini ochadigan bo'lsak, bitta polka, bitta vishilkalik. Ikkinchisini ochadigan bo'lsak, bunda ham xuddi shunday holatda 3 ta polkali qilingan. Va shkafimiz bitta butun holatda emas. Ikkiga bo'linadi. 80-80 dan tepa qoshi bitta butun holatda qilingan. Shu tarafi qulayki, masalan, boshqa joyga ko'chirmoqchi bo'lsangiz, juda oson ko'chiriladi. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Buni 3 xil rangi bor va 6 xil fasoni bor. Do'stlar, bitta like bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan chiroyli mebellarni yana ko'rsatib boramiz.